Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengesinin Ali Komissari Volker Türk 11 sentyabr günü Cenevadagi bosh shtabga chaqirilgan 54 navbatlik Kişilik Hukuk Kengesida maxsus nutq so'zlagan. Uning kişilik hukukning naqadar muhimligi haqidagi uzun bayonotida dunyo miqyosida kişilik hukukning dafsanda bo'lishi tafsili bayon qilingan. Ammo Xitoy haqida so'z bo'lganda bir abzas bilan cheklangan. BDT'ning tor betida berilgan to'liq tekstda ko'rsatilishicha, Volker Türk bayonotda Xitoyning nomrodlikni tugutishda zo'r utuqlarni qo'lga keltirdi deb alohida ta'riflagan. Uyg'ur diyori haqida bo'lsa oddiylik qilib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi kişilik hukuk dafsandichiligidan hali ham andish qilyapmiz deyish bilan ko'paylangan. Uyg'urlar yoki Uyg'ur qirg'inchiligi degandek atalg'ini ishlatmagan. Ammo alohida qilib kişilik hukuk faoliyatchilari davomli tutqun qilinmoqda deb ko'rsatgan. Volker Türk'ning kişilik hukuk haqidagi maxsus yig'inida kişilik hukukni eng og'ir dafsanda qilayotgan, shuningdek irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb ayblanayotgan qabihliklarni sodir qilayotgan Xitoyni yumshoqqina noqib qo'yish shaklida tanqidlashi har sohaning kuchli noroziligini qo'zg'adi. Sharq Turkistondagi Xitoy rejimi havo mudofaa nuqtaliq shaharlarida bu yilmi bir tutash havo mudofaa signali chilindiganligini e'lon qildi. Xitoy xalq davrining bugungi xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy rejimi atalmish davlat mudofaa tarbiyasi tashviqotini kuchaytirish, xalq ommasining davlat mudofaa qarshini o'stirish, xalq ommasining havo mudofaa engini kuchaytirish, havo mudofaa signal uskunalarining iqtidorini tekshirish nomida 9-oyning 16-kuni Urumchi vaqti soat 12 da Sharq Turkiston bo'yicha havo mudofaa nuqtaliq shaharlarda bir tutash havo mudofaa signali chilindiganligi haqida uqtirish tarqatgan. Xitoy iqtisodining davomli ostilganligining alomatlaridan biri sifatida chet eldan bevosita Xitoyga mablag' solish tavallamoqda. Xitoy Savdo ministrligining bayonotiga qaraganda, 1-oydan 8-oygacha bo'lgan aralıqda chet eldan bevosita solgan mablag' 5,1% tavallab, 118 milliard dollar bo'lgan. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi Tayvan talash tortishi kun sari kuchayotgan. Tayvanning eng chong qo'llovchisi bo'lgan Amerika Xitoyning tajovuziga qarshi tayyorlikni davomlashtirayotgan bir paytda Xitoy rejimi Amerika shirkatlariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Maoning bu haqda so'z qilib, Amerika hukumatining Xitoyning qattiq qarshi turishiga qaramay Tayvanning qurol bilan ta'minlashni davomlashtirganligini, bu ahvolning Beijingning egilik huquqi va bexatarlik manfaatiga og'ir ziyon soldiganligini, Lockheed va Martin qatorliq ishga Amerika shirkatiga jazo yurgizganligini o'tirg'a qo'ydi. Tesla shirkatining bosh direktori Elon Muskning Tayvan va Uyg'urlar masalasida Xitoyga yon bosgan so'zlari kuchli norozilik qo'zg'adi. Elon Musk bir necha kun burungi bir ziyoratda Tayvanni Xitoyning bir parcha tariqasida sifatlagan bo'lib, Tayvan tashqi ishlar ministri Wu Jiaoshi Elon Muskga raddiya berib, Tayvan Xitoy Xalq Jumhuriyatining bir parchasi emas va qat'iy setilmaydi dedi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Fransiyaning Nigerdagi bosh elchisi Sylvain Ettining Nigerdagi harbiy hukumat tarafidan görevga ilinganligini e'lon qildi. U muxbirlarga mundaq dedi: "Nigerda men hozir aytganimdek bizning bosh elchimiz va diplomatik xodimlarimiz bor. Ular elchixonada haqiqiy turda görevga ilingan. Yemekliklarni yetkazishga bo'lmaydi. Ular harbiy oziq-tulik bilan g'izolanyapti."